Xo'p, assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Malayziya SNR strategiyasi bo'yicha birinchi darsimiz. Birinchi darsda biz videoni sarlavhasidan, ya'ni previewdan ko'rganingizdek, SNRda muhim 5 ta qoida haqida gaplashamiz. Ya'ni bu qoidalar qanday? Birinchi qoidamiz yozib tushuntirib ko'rsataman. Birinchi qoidamiz zona, ikkinchi qoidamiz bizda rad etish o'zbekchasiga, ya'ni inglizchasiga rejection bo'ladi. Rejection. Uchinchisi bizda tasdiqlash, ya'ni o'zbekchasiga shunaqa, inglizchasiga confirmation bo'ladi. Confirmation. To'rtinchisi setup, ya'ni o'zbekchasiga bu sozlash. Setup. Beshinchisi entry. Bizda mana shu 5 ta qoida mavjud. Birinchi bu kirishimiz, ya'ni kirish darsimiz hisoblanadi. Mana shu 5 ta qoidani обязательно ishlatishimiz kerak. Ya'ni zona topishimiz, ya'ni rejection'ni kutishimiz, confirmation va setup, oxirgi bosqich, ya'ni 5-bosqich entry qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu 5 ta qoidaga asoslanib biz entry qilamiz. Ya'ni endi bular haqida to'liq tushuntirib o'tib ketsam, zona bu hamma tushunib turgandek. Zona nima? Savdodagi, ya'ni bizni savdodagi muhim bo'lgan darajamizni aniqlash. Ya'ni savdoda muhim bo'lgan darajani aniqlash zona deyiladi. Ya'ni masalan, eng muhim zona, ya'ni bunda bizda zonada support, va resistance. Mana shu support va resistance bizda bo'ladi. Buni hozircha tushunishimiz shart emas. Просто zona haqida tushuncha paydo bo'lsa bo'ldi bizda. 5 ta qoidani asosiy ko'rib chiqishimiz kerak. Keyingi darslarda mana bu zonani to'g'ri tanlashni, shularni ko'rsatib o'taman. Bugun faqat qoidalar haqida tanishib chiqamiz. Birinchisi zona shunaqa, endi bizga qo'llab-quvvatlash va qarshilik, support resistance zonasi bo'ladi. Endi keyingisi rejection, ya'ni rad etish. Ya'ni bu nima? Narx muayyan zonaga yetib kelganda, ya'ni shu muayyan zonaga yetib borganda orqaga qaytish belgilarini ko'rish kerak. Ya'ni orqaga qaytish belgilari paydo bo'lishini kuzatishimiz kerak. Ya'ni mana shu rejection hisoblanadi. Masalan, bizda zona bor. Deylik, bizda masalan mana bu yerda support zonamiz shakllandi. Mana shu joyda bizda bu yerga kelib rejectionni kuzatishimiz kerak. Bularni ham hali ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Hozircha shuni tushunib olsak bo'ldi. Rejection bu bizda, qisqa qilib aytaman, rejection bu bizda narx muayyan shu biz belgilagan zonaga kelganda reaksiya berishi, ya'ni orqaga qaytishi hisoblanadi. SNR darajaga katta sotuvchilar yoki xaridorlar mavjud ekanligini ko'rsatadi, ya'ni. Xuddi shunday. Endi uchinchisi tasdiqlash, ya'ni confirmation. Narxni tasdiqlovchi shakllarni, ya'ni engulfing candle, bullish engulfing, bearish engulfing candle'larni kuzatishimiz kerak. Buni ham hali ko'rsataman. Masalan, zona bo'lsa bizda reaksiya bilan yopilishi kerak hisoblanadi. Masalan, zona bo'lsa qandaydir engulfing candle, buni mana bunday holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Buni hozircha to'liq tushunishimiz shart emas. Keyingi darslarda chiroyli qilib tushuntirib beraman. Prosta tak gapirib o'tib ketyapman 5 ta qoida haqida. Xo'p. 3-qoida shunaqa, tarifi. Endi 4-qoidamizning tarifi. Hozirda men tarifini tushuntirib ketyapman to'liq qilib. 4-qoida, ya'ni setup, ya'ni sozlama. Sozlama deb tarjima qilinadi o'zbekchasiga bizda. Xo'p. Savdo strategiyasini belgilash, ya'ni savdoda qandaydir masalan risk rewardni, masalan necha lot kirishimizni, stop loss qayerda, take profit qayerda, shuni hisoblashimiz, ya'ni kirish chiqish nuqtalarini va xavf boshqaruvini aniq qilib belgilashimiz hisoblanadi. Ya'ni necha foiz risk qilaman, qancha take profit, qancha stop loss, shularni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana shu 4-qoida setup deyiladi. Kirish va oxirgisi barcha shartlarni bajarilgandan keyin, ya'ni barcha mana shu 4 ta shartni bajargandan keyin 5-shart bizda kirish, so'nggi savdoga kirish hisoblanadi.
eng bu nimaga? Bu bizni savdolarimizni mukammal qilib, ya'ni savdolarimizni win rate'ini oshirib beruvchi 5 ta qoida hisoblanadi mana shu. Xo'p, xullas mana shulardan iborat edi. Birinchi darsimiz, kirish darsimiz SNR strategiyasiga mana shulardan iborat edi. Ya'ni 5 ta qoidani tushuntirib bermoqchi edim. Endi keyingi darslarda biz nima haqida ko'rib chiqamiz? Keyingi darsda biz support, resistance va qarshilik, xo'p, xullas support resistance, ya'ni o'zbekchasiga qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik zonalarini to'liq shaklda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni ko'rib chiqamiz SNR darajalarini. Bugungi dars hammaga ma'qul bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat, like, podpiska